dorimizlarni kechasi yo'q odam ham ichishi mumkin deganim bilan yana kechanglar bo'lmasa ham profilaktika ekan deb anaqa qilmanglar, lekin 100% kecha tushiradi. Chunki atsivda o'sha rasmlargacha tashlab bergan kechani qanaqa qilib tushirganini. Shuning uchun sizlarga ham maslahat beraman. Shundan foydalanib ko'ringlar. Katta, kichik hammaga tushadi. Buni ichini ko'rsataman sizlarga. Ichida mana shunaqa o'zi 2 dona dorisi bo'ladi. Bir haftada bir ichasizlar. Shu bilan keyingi pakoleniyasini keyingi oyda ichasizlar bunisini. Bir haftada bir, 2 hafta ichasizlar, keyin bir oydan keyin yana ichasizlar. Seansi kamida 3 marta bo'lishi kerak. Kamida 3 martada bomba rezultat olasizlar. Buni hech qanaqa zarar yo'q, o'ylamanglar, qanaqadir zarar bormikin deb xohlasanglar tekshirib ko'ringlar. Ko'p hamma joydan, Googledan